Assalomu alaykum, aziz muxlislar, aziz obunachilar, xayrli tong. Kichkina bir e'lon. Hozir soat 7 ga jonli efirda ochib, Instagramdan chalaman. Kim ko'rayotgan bo'lsa, laykni paqillatib bosinglar, ayamaylar. Ko'rmaganlar, bilmaganlar ko'rsin, bilsin, bexabar qolmasin. Keyin Instagramga kirib yozmanglar yo kommentariyga kirib qanday chalasan, nima qilasan, qani chalda quruq gap. Faqat gapirasan, chalmaysan demanglar. Mana hozir soat 6 bo'ldi, e'lon qo'yapman. 10 minut oldin, 15 minut oldin yo'qaman efirda, kirib tayyorlanib turinglar. Rona 7 chalayman, boshlaymiz. Odam kirmasa, odam to'lmasa chalmayman aytib qo'yay. Mana 3 dan kira olib, 4 dan kira olib chal demanglar. Mana 1 soat oldin qo'ydim e'lonni, kirib tayyor bo'lib, taq bo'lib turinglar, bosaman. Ko'rmaganlar, bilmaganlar, eshitmaganlar bo'lsa, o'zlaring bilasizlar. Laykni bosinglar, tarqatinglar. Yetib boradi hammaga. Kirib tayyor bo'lib o'tsanglar, 10 minut oldin kiraveringlar yo 15 minut oldin. Sizlarga rahmat. Kuzatib borishda davom etinglar.